Hammaga salom, sizlar bilan Zishka. Bugun sizlarga CapCut'da zakonni montaj qilishni o'rgatib o'taman bu videoda. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Birinchi bo'lib Play Marketga kirib, CapCut ilovasini yuklab olamiz. Mana K bilan pen qo'ysangiz chiqib keladi. Mana u o'tgancha biza reklama ko'rsatib turamiz. Ha, bular ammalaringiz videolarimga like bosmay ko'rib o'tkazaverasiz. Hamda obuna ham bo'lmaysiz. Menda 45 ta obunachi bor hozirchalik. Agar sentyabrgacha 50 ta obunachi bo'lsam, 50 ta obunachi bo'lsam, stream qilishni boshlayman. Videoga like bosing va obuna bo'lib keting. Mana o'rtoqlar, hozirchalik kimni CapCut hozir CapCut. Hazır. O'rtama CapCut to'sib ko'ramiz. Mana ozgina qolibdi. Chiqib bering. Shu video ham 2 minut bo'ldi. Minut bo'lishi emas. Просто так o'ynayavering. Zo'r o'ynayverasiz, vashi. O'ynayversangiz bo'ldi просто. Demaysiz То что, qani, choice. Voy bilan. Tezroq. Baribir kerak emas. Sizlar ham o'tkazib olinglar. Tez o'tadigan bo'lsa, o'tkazib olinglar. Qarang, skilla bor. Lekin men buni olmayman. Nimadir deb chiqaradi. O'tdimi? Hozir videoni ozgina qilamiz. Ozgina emas, hozir qilib qo'yamiz o'tgancha. Mana CapCut ilovasini o'tkazib oldik. Mana kirgandan keyin birinchi bo'lib storiga bosinglar, for you degan mana. Har xil funksiyasi sizlar ham bo'ladi. Hozir Wi-Fi ozgina qo'yyapti. Hozir 1 minut. 100% ishlaydi. Obunachilar hozir ozgina mana qo'yyapti. Uni ham 100% ishlaydi. Mana shu yerda mana shaderlar bor, mana shu yerdan bosib qilasizlar. Agar video qo'ymoqchi bo'lsanglar, mana bu yerdan akkauntni hozir. Agar shader qo'shmoqchi bo'lsanglar, mana bu yerda hozir mana mi degan joy bor. O'sha yerga kirib akkaunt qilsanglar ham bo'ladi. Akkauntni qilsanglar ham bo'ladi. Hammaga xayr, sog' salomat bo'linglar.